Changsion. Meni chaqirdingizmi, zot oliylari? Bosh oshpaz bilan kecha tunda nimadir yuz berdimi? Kecha u siz bilan Xo'sh, davom eting. xullas kecha siz uni lablaridan o'pdingiz. Men bosh oshpazning labidan o'pdimmi? Sizga ovqat olib kelgandim. Hech qayerga qimirlama. Shunday yot. Hech qayerga qimirlama. Kechasi nima bo'lganini eslay olmaysizmi? Kechasi ichganingizda ehtiyot bo'ling, tushunarlimi? Endi men nima qilsam ekan? Buni e'tiborsiz qoldirish ikkalamiz uchun ham yaxshi. Yo'q, uni oldida qilgan ishimni hisobga olsak, uni g'azabini tinchlantirish eng yaxshi yo'l. Shoshma. Nega endi men bu haqda tashvishlanishim kerak? Men bu davlatning qiroli bo'lsam, u esa meni shunchaki bosh oshpazim. Qancha ko'p o'ylasam, shunchalik ma'no yo'qolib boryapti. Rostdan ham umuman eslamayapti. Bu ahmoq asabimga tegyapti. Hushidan ketganini tushunsa bo'ladi, lekin qanday qilib odam bunchalik uyatsiz bo'lishi mumkin? Hatto uzr ham so'ramadi. Ahmoq. Nimadir sizni bezovta qilmoqdami? Nega o'zingiz bilan o'zingiz so'zlashib yuribsiz? Siz kimsiz? Meni taniysizmi? Nima, siz meni tanimadingizmi? Tanimaganim uchun ham so'rayapman-da. Har holda yangi oshpaz bo'lmasangiz kerak. Nima qilyapsiz? Olale, olala. Ha, siz o'sha kungi kechadagi masxarabozsiz. Gongilmidi? To'g'ri. O'sha kuni sizni biroz cho'chitganim uchun uzr so'rayman. Shoshmang. Meni yana aldash uchun keldingizmi yoki bu tomoshami? Sizga bir narsani aytib qo'yay. Men bosh oshpaz lavozimiga ko'tarildim. Bu 6-darajali kichik lavozim. Qirollik oshxonasining boshlig'i. Gaplaringizdan cho'chib ketdim-ku. 6-darajali amaldor, oshpaz. Ustimdan kulyapsizmi? Ogohlantirib qo'yay. Mayli, tushundim. Men boshqa sizni aldamayman, ana. Ha, aytgancha o'sha xizmatkor qiz. Gilgimmidi? Ahvoli yaxshimi? Kimdir birdan urilib yiqildi. Shunda boshim bilan paq qilib yiqildim. Keyin bir odam kelib, anavonga baqirib berdi. Haligi bu anavi masxaraboz Gongil edi. Ha, Gilgimning ahvoli yaxshi. Unga kim hujum qilganini ko'rdingizmi? Yo'q, ko'rmadim. Biroq ayta olamanki, u saroy xonimlaridan biri edi. Kiyimini rangini eslayman. Saroy xonimi? Buni kim qilishi mumkin? Mayli, bundan bu yog'iga Gilgimga ehtiyot bo'lib yurishini aytib qo'ying. Ha, albatta. Gilgimga yordam berganingiz uchun rahmat. Bo'ldi, bu hech narsa emas. Uni shunchaki tasodifan bir insonni qidirayotganimda uchratdim. Kimni qidirayotgan edingiz? Kam bilsangiz ko'p baxtli bo'lasiz. Xo'p, mayli unda xayr. Qani 1-2-3 ga saltoshamiz. Yana ko'rishamiz, bosh oshpaz. Unga nima bo'lgan o'zi? Bu joy g'alati odamlarga to'la. Hech ham ko'nika olmayapman. Bu yerda kim bor? U jahonguvanga olib ketilgan edi.